Yaxshi ko'rgan. Biz sinfdoshlar evaga boradigan bo'lsak, qo'y bir necha o'rinda hozir degan sinfdoshimiz o'tiradi. Qo'y oldi-yu, hamma chiqib olgan, nosibjon yo'q. Qo'y so'yish kerak. Bitta odam yo o'zimizni so'yib olmaymiz, yo nima so'yishga so'yib qo'yib rosa qarab o'tirdik, nosibjon chiqib o'lsaydi. Bozor uchun borsa ham, mana shu yoquvni so'rovlasa ham orqasidan sertifikat beradi. Ko'pchilik bizga so'radi, akangizmi, nosibjon akangizmi bular desa, yo'q, bu akam emas, buni aqli yetmaydi bunaqa narsaga. Orqasi yuradi hammamiz. Mana do'stlar hammamiz orqasi yurib, bundan beri yurishni bilaman, iloji yo'q, Xudo rahmat qilamiz. Assalomu alaykum ustozlar. Bugun do'stimiz Nosirjon. Nosirjon, biz ko'p narsalar o'ylanganimizda bo'lgan voqea. Davrim to'ldi o'ylandim. Asal bo'lib qolsa kulib yetadi. Hamma kulib oladi. Ilohi bolalarga uzoq bo'lsin. Doğanın uzunluğu uzoq bo'lsin. Şu bolalarga doğan gözleri o'ylab yoshga tursin. Başlarımızda bir baba insandı. Şimdi böylelerden bakıp baba falan böyle yorulursun. Bizim ne yapıyan günahları olsa Allah'ın tutulması. Allah'ın ayağına koyular dolayı. Hakikaten ötesi günleri yolu sadece yaşlatıyorsun. Yaşlı insanı da İlahım karardı yardım ne var dua koydu. Diyeceğim de olsun. Öyle özgürlüğü hakkı demiştim. Lokmanı bak sağda değil bozum olarak. Durumu hatta getirisi yok. Yakırıp ağzına mı getiren aslında. Ustozlar, hurmatli sinfdoshlar, muxlislar, yigitlar turgan do'stlarimiz, yaxshi insonlar, ko'p eslarmiz. Ko'p eslaganimizda iloji yo'q doston berib, do'stimiz Fokaga qo'shib, bir oyda bir haftada bir yig'ilganda chaqirib turamiz. Uni qisqa ekan. Şunu qisqa ekanida iloji yo'q. Bolalar qanday sog' bo'lsin, tosh bo'lgan qanday sog' bo'lsin, shularni o'ylab joylaganda aslida ham nima qilib Xudo xolasa yerga toshimiz.